Assalomu alaykum do'stlarim. Navbatdagi uskunamiz tayyor bo'ldi. Bu uskunamiz energiya oporlar stalbalar ishlab chiqarish uchun navivichniy stanok deydi. Ya'ni o'zimizning xalq tilida sim o'raydigan stanok. Bu Surxondaryo viloyati Qumqo'rg'on tumaniga buyurtma qilingan, tayyor bo'ldi. Xudo xolasa buni qanday ishlashini bir kun oldin video qilib qo'ygan edik. Hozir bizda bu yerda hozir simimiz yetmay qoldi. Bu videoni sizlarga video davomida qo'yib ko'rsatamiz. Hop. 280 tok ulandi. Avtomat ko'tarildi. Hop. Bu barabanga provolka katalkasini qo'yib qo'ygandan keyin, provolkani rulonini qo'yilgandan keyin hozir bu yerda yana bitta narsani ko'rsatib o'tamiz. Tok ulandi, xavfsizlik choralari ko'rilgan. Misol uchun ishlayotgan jarayonda bir holat bo'lib qolganda, misol uchun mana ish ketyapti. Aytaylik bir holat bo'lib qoldi. Mana bu joyda stop tugmasini bosgan bilan to'xtadi. Stop. Qaytarib o'qib qo'yamiz. Hop. Mana bu joyda razmerga o'zgartiradigan datchiklar qo'yilgan. Hozir bu yerda 11 metrlikka o'ralganda tayyor bo'lib o'zi o'chadi. 9,5 metrlikka reja qilish uchun mana buni sal suriladi. O'zlari razmerini chiqargandan keyin surib qo'yadi buni. Keyin yana bitta bizda bu navichniy stanogimiz yana bitta afzalligi. Mana buni hozir mana shu turishida o'rayapti. O'rab to'liq o'rab, simni o'rab katak to'g'rilab bo'lgandan keyin to'xtadi. Simni yechib oldi. Simni yechib olgandan keyin mana shu turishida urganda orqaga tortib ketaveradi. Mana uni chiqarib qaytadan burish kerak bo'ladi. Bitta burib qo'yaylik. Tak, mana misol uchun o'radi hozir, Baxtiyor. Misol uchun o'radi, to'liq bo'ldi bu. Bo'lgandan keyin to'xtadi. Simni sug'uramiz. Simni chiqarishda nima qilamiz? Endi mana bu narsa yana buni orqaga qaytarib yurmaydi-da, mana buni shuni o'girib qo'yadi ana. Chiqariladi. Simni chiqarib olgandan keyin matrisani shunday tortib turib almashtirib qo'yadi-da, mana bu qarama-qarshi o'rab ketaveradi. Bo'ldi mana. Ana endi mana bu o'ralib mana joyga kelib qolgandan keyin orqaga qaytayotganda bekor qaytmaydi-da bu. Mana bossiz yana orqaga o'rab ketaveradi. Buni uni qaytarib olib kelib yurish kerak bo'lmaydi. Endi bundan tushib chiqqan mahsulotni bitta ko'rsangiz, misol uchun mana tayyor bo'lgan holati mana. Buni chiqqandan keyin iloji boricha endi qo'lda olib borib sim bilan baylab qo'ysa ham bo'ladi. Biz mana qanaqa narsa qilib qo'ydik. Buni zajim deydi mana. Biz 6 dona komplektda zajimini beramiz. Bu zajimda soladi. Armaturaning ichidan o'tgandan keyin zajimni yechib yuboradi. Shu bilan bo'ldi. Menimcha hammaga tushunarli bo'ldi. Simni mana bu joydan tiqadi. Bu oson narsa, o'tkazadi. Olib borib ulab qo'yadi, bo'ldi. Bizda buni ulash jarayonlari ko'rsatilgan, videolarni joylab qo'yamiz. Kimga shunaqa uskuna, maxsus temir qoliplar, jibilar uchun har qanday maxsus temir qoliplar va uskunalar kimlarga kerak bo'lsa, bemalol bizga qo'ng'iroq qilishlari mumkin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.